xushedi dimaklarga urilib, yeni bir hayatlıqning, yeni bir güzellikning başlanganligidan derak berdi. Qadrli do'stlar, har sabada yeni bir kuy, har sabada yeni mehmon. Şu data dehqonlar bulatqini Şinjan Sabah Madaniyat tarixi çekiştirdi işlegan. Şinjan Meşrep Xalqaro Sovet çekiştirdi, Meşrep yürüşlük ali içimlikleri tajdarlığını algan Sabah Kuyi programısı. Ben riyasatçı Nazgül Tursunjan. Bugünkü Sabah Kuyimizge iki aziz mehmon bo'lib keldi. Qarshi olamiz. Rahmat. Bu dostlarımız, bu sanatkarlarımız hammalarga tanışlık. Yani Şinjan Sanat Yurti Muqam Sanat Ömegining naqshchisi, shundaqla al qalbini o'rnagan bizning tanatliq sanatkarimiz Kamil Jalil qarshi olamiz. Yaxshimsizlar, Sabah Kuyining ixlosmand ko'rganlarlari, kabini Kamil Jalildan hammalarga o'tliq salomlar bo'lsin. Qarshi olamiz. Yana Xinguangda o programmasining chempioni o'zining sarxil uslubdagi naqshlar orqali har millat do'stlarning yoqtirishiga erishib kelayotgan Şinjan Sanat Yurti opera teatrining naqshchisi Cho'lpon Yunus xonim qarshi olamiz. Salam do'stlar, yaxshimsizlar? Sabah Kuyi orqali hammanglar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Qarshi olamiz. Endi ishqinglarning qadimi tangla bu programmamizga yetib qoldi. Bir hamkorlik bo'lgan o'xshaydi deb o'yladim. Cho'lpondan bir kuni men telefon urib, shunda bir ijodiyat qilgan ota-onamizning jafosini biz his qilib yetolmaydi ekanmiz. Mush balla deb shu ota-ona temisidagi bir yangi bir ijodiyat kuyni menga avatgan qarasam shunda chiroyli ovozimga nihoyat tushadigan his qildim. Shuning bilan tunji qatim bir hamkorlashib baqilay deb shu naqshini elib keldik. Shu bilan o'tirib qoldik bu yerda. Mundaqdan. Undasa Cho'lpon xonim bu qanday bir ijodiyatdi? Kimning ijodiyati? Endi bu ijodiyatni men izchil shu ota-onamga bir naqsh yozsam, bir ota-onamiz uchun bir naqsh o'qisam deb orzuyim bor edi, lekin davomli ilhom kelmaslik yoki boshqalarningki asarlarni toza yoqtirib bu taylish yangdamdimiz ko'nglimdagidek bo'lmaslik sababidan bak uzun bo'lib ketgan, hamda 20 yil naqsh etgan bilan ota-onamga bir sizdekmi bir naqshini o'rinlab so'qqilolmabdiman. Lekin siz undan nadir naqshlarni aytdingiz. Rahmat. Shuning bilan o'z ko'nglimda ota-onamga bir naqsh yozay deb opammi, dadammi ishkilisi bor. Shunglashqa kechur ota-onajon deb bir tema kelib qoldi kallamga. Tuyuqsizlam sig'iniblam. Ve tova özüm şunda könglim yerim özümninki şu japalarimdan voysidim da voysap bulab mening ota-onam voysimisi men nimaga voysayman 9 balani beqib cho'ng qilibdi deblam jig'i tutiblam ananken agar kechirim so'ra deb bir so'rab qolsa ve opamdan so'rsam bo'ldi ekan. Mush qora chochlarini oqivitibdiman. Agar kechirim so'ra deb qolsa dadamdan so'rsam bo'ldi ekan, tik qomatini yoqivitibdiman deblam ashtaq birinci nemesi misrasi aşındaq ahang bilan keldi. Derhal lo'yin qilib qo'ydim. Anandikin tekstini asta-asta yezib, bak chiq gaplarim bor hamda ichimda. Shuni yeziverdim, shuni asta qilib keyin muxtarkamga tahrirlatdik. Anandikin özüm yalğız oqsam bo'lmaydi ekan, chunki har bir otanninki bir o'g'il, bir qiz farzandi bo'ldi. Şonlaşqa bu naqshini shoyansi hamda nemisi dastlabki nusxa chiqqandan keyin ota-onamga anglatdim. Qarindoshlarimga anglasam hammas degan yig'lab ketdi. Shonamda mening 6 akam bo'lgan bilan birasinglar naqsh o'qiyaolmaysizlar. Opam dadamdan so'rdim-da, sizlarcha kimning ovozi shunday yaxshi ekan? Sizlar er naqshchilardan yani o'g'il naqshchilardan kimni yaxshi ko'rsizlar deb bir nechalarning ovozini anglatdim. Shu qilsam voy bolam bo'shi bola bo'ldi ekan deb opam dadamniki ota-onamniki tanlashida Kamil voy bak yaxshi ekan ovozi deganda voy mush ota-onamning bir orzu umidini yadi qo'ymay deb anankin inim Kamiljonga telefon qildim. Qilsam bo'lmush bo'ldi-da chatoq yo'q deb ikkimiz shunda qilib shunchalik yaxshi. Endi har birimizning ota-onamiz bor emas, boshqa. Shunda qo'lladi, xush bo'ldim. Bak ahamiyat ish yaptı. Endi biz ota-onlarimizniki arzusini 1%ni bo'lsa amalga oshira olsak, shu amgigimizdan xursand bo'lib bir umr shadman yashaydi ekanmiz. Ota-onlarimiz bizga har vaqt bizga qulayliklarni, xotirjamchiliklarni berganlik uchun biz har bir qadamimizni puxta qadam bilan elib mang'alaydi ekanmiz. Shunga ota-onlarimizning umri uzun bo'lsin. Shularning arzusi uchun xizmat bo'layotgan sizlardek yaxshi farzandlar, bizdek yaxshi farzandlarmi ishlarimiz yurishlik bo'lsin deb tilaymiz. Amsa bu naqshning ijodkori Cho'lpon xonim o'zi bo'ldi, shundaqmi? Hozir hamda o'zinglar ijro qilish oldi turatsizlar. Rostga qilsam mush naqshni patroq anglab beqishga bek taqozo bo'ldim. Amsa bir anglaylimi? Bo'ladi. Rahmat. Qani, marhamat.
kechirim so'ra desang, anamdan so'rayman. Qora sochingni oq qilganligim uchun. Agar kechirim so'ra desang, atamdan so'rayman. Qomatingni yoqilganligim uchun. İtek perzent bıkıp kovluk görmedi. Kallek dünya tepip huzur sürmedim. Bizler için barın ettin, anlık etmedin. Ne müşakkat çeksen mi hiç bilindirmedin. Geçir ata, geçir anican, geçir ata, geçir anican. Hazırlımen kışın kabir baraycım. Seni ben bu üsnem gibi hapaş kılıp bakaycım. Keçir ana hazırlımen kışın kabir baraycım. Bereketli dasxan silip çoğun öyde bir konaycım. Sen köygentin balam dep, men mu köydüm balam dep. Çoğun bulduk dep gavdiyip, oğlum ketti canan dep. Aldıraş bu nemune, turmuş digen şu didu. Diyelmidu bir tenge ale ata anam de. Eğer kechirim so'ra desang, anamdan so'rayman. Qora sochingni oq qilganligim uchun. Eğer kechirim so'ra desang, atamdan so'rayman. Qomatingni yoqilganligim uchun. Kechir ata, kechir anican, kechir ata, kechir anican. Rahmat. Her sabahda biz yeni kuylarga quloq solamiz. Endi mushu kuylar ichida muhabbatli kuylar yanıla qalblarimizni chekidi. Bo'libmi mushu dunyodagi barliq muhabbatlar ichida ota-onaga bo'lgan muhabbat haqiqatan qon tomirlarimiz ichidan, yuraklarimizning ichidan jig'ildab turib chiqadi. Ularga bo'lgan minnatdorligimiz,
ularga bo'lgan hurmat ehtiromimiz mangu yanala eng qalb to'rimizdan o'rin oladi va mangu tugamaydi ekan. Atani kuylangan mushundaq naqshlarni anglagan vaqtimizda men ota-onamga zodi nima qilib berdim? Ota-onamni rozi qila oldimmi? Shu o'ylagandek bir farzand bo'la oldimmi degan savolni qo'ydi ekanmiz. Ammo do'stim, agar siz yaxshi farzand bo'lolmadimmikin deb o'zingizdan ikkilanayotgan bo'lsangiz, dal mush daqiqada hech bo'lmasa shu ota-onangizga telefon bo'lsin qiling. Özünüzün yaxşı turayotganligingizni, ularni sevganligingizni ayting. Men o'ylab qoldim, burunlarda keyin bir kunlarda bunda qilaman deydik. Lekin bag'an siri hayot bizga bak qadrlik, bak qimmatlik. Mushu qisqagina hayotimizda ifodalab, muhabbatimizni ham sevgimizni so'zlab namoyon qilib turib yozsak, uning ahamiyati texmi joyiga bo'ldi ekan, joyiga tepidi ekan. Rahmat, mushundaq bir chiroyli kuyingizni bizga sunibsizlar. Xush bo'ldim. Harmag'aysizlar. Rahmat. Amsa sabah sahnimizda mana mushtaq chiroyli naqshlar chiqyapti. Balkim sizlar doim anglab kelyapsizlar. Kamil burun Kappaq televizyon programmasiga. Çolpan xanım tunji qitim kelishi. Siz ham naqshlaringizni do'stlar intan yaxshi ko'rdi. Bo'lib menda shu Shingwangdadaga o'xshash Jo'yangda yanshitayda qo'yilgan mushtaq ali yaxshi programmalarda chaqnab kelyapsiz. Xuddi o'z ismingizga o'xshash. Ansa shu sahnimizga Didar G'animat tasdi bir kapsiz. Mumkin bo'lsa yana bir qancha naqshlarni bir ching-chang qilib bo'lsa anglasak degan umidimiz bor. Ma'qul bo'ldi albatta. Sizlarning ko'ngil huzuringlar qandaq naqshi aytib bersanglar shuni sunishga tayyorman. Endi boshqa Men bir talab qilib qo'yayman. Mayli. Cho'lpadan mushu Jingji teatrining naqshlarini bak yaxshi aytadi. Ha, men bu bekcha anlagan qo'l harakatlarga bak keladi bu. Ma'qul, agar o'zi xolsa. Ma'qul. Unda bo'lsa, men mushu bugun otamni kuylaydigan naqshini akaldoq emasmi ishkimiz. Bu memde çangçılar dep atıldı ki çangçılar memde Jingju, Yuju dep 500 ne çıkılık bölündü. Jingju degenimiz bizden devletninki göhri dep atıldı. Memde ben hazır Xinanninki Yuju'sunu okup biray. Xinan'ın Yuju'sununki çandası da bir dönzüba hem bütün memleket kendisi bildi. O bozumu kimdeydi? Kızlarını oğulları yetmeydi dep. Aşağı bir mezmunken de buldu. Hani. Liu da 绿太偏，谁说女子向清心？男子打仗到边关，女子纺织在家园。白天吃中的，夜晚来发面，不分昼夜的辛勤把活干。战士们才能要有吃和穿，能养不相信那请我的身上看，咱们的血和我还有一河山，千征万险可都是他们练呐。Vay rahmet. Ayze. Çok adammışlarni. Mesela şu bir koyup durup düğünü size. Köz hareket, kol hareket hemiz tamamladık emasmi? Bizden her bir yeninkiligi Xotanning Qashqarning oltishning shivisi o'xshash. Shu ishkirdimi Xinanninki Beijingning Zhejiangninki mishta shivisi bo'ldi. Eng avval ashlarning shivisini o'rganib, andan keyin ohanglarini o'rganib dastlabda yiqimi kelanmagan. Asta-asta 7-8 yil ishkirdi turmush qilib nem qilgandan keyin singib qoldi ekan. Endi maxsus Jingji shu yerda o'qidim emas. Mening shifurim endi Shaoshangyu. Ayliqi Changshangyuninki navrisi. Shunlashqa shu o'z o'gitib ashtaq qilib baktas. Biraz taskin his qildim. Hozir mesela shu naqshini yaxshi aytish kerak ekan. Puroq ahangni olganisi ko'z, qo'l harakatlar hammasi tankamasa, Genco mükemmel çıkmaydı ki emasmi? Rahmet. To'g'ri. Demak, o'rgansak, yana biz qilolmaydigan ish yo'q ekan. Tirishsaqlar, cho'qim qila oladi ekanmiz do'stlar. Kamil jamoamdi bek salmıqı bor naqshlarni chiq aytyapti yaqinda. Bo'lib bo'lmish usulliq kuylarni chiq aytib, to'y kunlarda, shu baxtiyor kunlarda hammamizga xushallik bag'ishlab keldi. Kamil jamoa biratalni bir g'ing qilib aytayotdiki deb kutyapmiz. Men kallam tayyorlik qilmabdi kim nima aytsam bo'la? Ondan sonra Kamilmi o'ylab o'tirmisan? Hammamiz tirin qilib bo'g'icha usul chiqtirgan sazingman degan naqshdan azroq o'rlab bersangiz. Bo'ladi, sazingman degan naqshdan azroq o'rlab beraman. Ma'qul, qani anglaylik. Ödek çüşmeyen kilnin
Hey hey yarın yarın men dostu bul caney sazın men Senin töreşebi uz avık biley han sazın men Senin töreşebi uz avık biley han sazın men Yeni söygen yarımның Hey hey yarın yarın men dostu bul caney sazın men Qalab töreşebi uzvay avık biley han sazın men Qalab töreşebi uz avık biley han sazın men Köydürmen, söydürmen Meni utыңızı da köydürmen Sizge köygen bu yürekne başkılağa bildirmen Ay rahmet, rahmet, rahmet. Bayatın Çolpan hanım deyin oxşaş. Aşı yurtnaki naqsını özün şivisi bilen, əgitmeleri bilen issa anda yüreki bardı eken. Hazırkı naqşıdım oşundarak bir işlerini kıvetti. Bu naqşınızın bək alqışıq naqşı boldu. Dostlar aşkı toy tökülerde çokum oynaydı bununla. Anı jığılışla olup qalsımış o sazın mənini bir eytü etmesek, anlı etmesek bulmaydı. İşleriniz deyxamo, yürüşük bolsun. Dostlar, bək yoğunluq paranlaşdıq. Demək əmdə bizдің sabah köyümüzdə yeni naqşlarlam əməz, yeni uşurlar, əhmiyyətlik sözlər, temalar, hikayələr sözündü. Şuna sabah köyüge acıratqan vaxtınla menimcə bək qimmetlik, bək özünce acısı var. Şuna mı? Əndəmə aldığımızda xilmi-xil içimliklərini tizib qoyduq. Bəlkə sizlər ərsən proqramımızı görüvatsızlar. Meşrep Halkara Soğut Çekişirikti Meşrep markasıda xilmi-xil yürüşlük ali içimliklerini bazağı saldı. Yani bu içimlikler şu işxana fanfuci yoki tencaji qo'shilmagan ahvol ostida masalan shirbol içimligi bu bir vitaminli quvvat içimligi yana Meşrepning qahvalari av bo'lsa to'g'usti. Masalan to'g'ustini normalda biz asan topolmaymiz. Topsaqmi jiq ekvasak saqlashga sal bi'ab. Shunga buni mushta qalay qutilarga eng yuqori texnikada o'rab qachilab tayyor qilibdi. Baholarmi intayin muvofiq. Andan turlari 6 xil içimlik var yani çuluba deyin oxşaş. Şu anda dostlarımızdaki bunun keyin hamda içimlik işkisi kep qalsa şu Meşrep markasındaki xilmi-xil yürüşlük içimliklerini tetbiq qilishni tavsiya qildik. Ana sizlarga Meşrep Xalqaro So'z Çekişirikti o'zining yurishliklarini tayyor qildi. Rahmat. Qaysizlar uydagilar bilan birga tetbiq qilsizlar. Rahmat. Mana. Rahmat. Ne? Ötkir inim bilen bizden unidarımız var. Hem de şu meşrep yürüyüşlük içimliklerini işlep çıkarıp cereyanının hemmini ben öz gücümden körep baktım. O çıkarıp videolu takip tuttu. Nayeti pakiz yaxşı işinlep benipti. Meşrep şirketininki bunun keyinki işlerinin tekrar yaxşı buluşunu, şundakla içimliklerinin bazalık buluşunu kendilerimde ümit kılımı. Rahmat, biz hemşin ontlaktaş. Meşrep içimliklerininki təmi bolsun və ya ki oralmaları bolsun nəhayət isil çıxıbdı. Mana məşındaq isil proqramlarda isil içimliklərini içib isillar bilan birga isil muzikalardan ham bəhrindaydı. Meşrep yürüşlük içimliklərdən bazarlıq bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat. Bək yoğunluq mungdaşdıq. Lekin naqshlarga taz qanmadik. Agar imkoniyat yer bersa, yana yangi ijodiy kuylar orqali sahnamizga mehmon bo'lib kelishinglarni umid qilamiz. Rahmat. Qadrli do'stlar, Şinjan Sabah Madaniyat tarixi çekişirikti işlagan Şinjan Meşrep Xalqaro So'z Çekişirikti Meşrep yürüşlük ali içimlikleri tajdarlığını algan bugungi sonimiz mana bu ahamiyatli damlarda oxirlash oldi turadi. Ertadagi mehmon, ertadagi hikoya, ertadagi kuyga quloq solmoqchi bo'lsanglar, ertadagi sabah kuyimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Kechir ata, kechir